Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi prinsipimiz tayyor bo'ldi. Ot prinsipimiz bugungi sanagacha 2026-yil 10-aprel kuni Xudo xolasa dastlabki xizmati bilan yo'lga chiqyapmiz. Bu prinsipimiz Qashqadaryo viloyatiga berdik. Bizlar manzilimiz Xorazm viloyati To'paraqo'la tumani Damazot yonida. Bu prinsipimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eni 1.70, uzunasi 280, balandligi 2 metr bo'ldi, 2 metr. Bu prinsipimiz Xudo xolasa 3 tonnagacha bemalol bosadigan qilib baquvvat qilib ishlangan. O'zingiz ko'rib bahosini berasizlar. Mana yaxshi stoplardan qo'yib berganmiz. Yonlarini ham mana risolni ko'raveringlar. 3 tonna, 4 tonna umuman bildirmaydi. Broy to'rva 76 rossiyskiy broy to'rvayni 15lik kobalt balonlar bilan berdik. Xudo xolasa dastlabki xizmati bilan yo'lga chiqyapmiz. Mana tentlar ham yaxshi tentlar. O'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Mana 2 ta ot ketadigan qilib berdik. 2 ta ot ketadi, oldidan tushadi. Orqadan minadi, oldidan tushadi. Mana. O'zingiz ko'rib bahosini berib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, shu kerakli insonlarga yetib boradi shu videomiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.